Bismillahirrahmanirrahim. Hikoyangiz ziynatingizdir. Sen o'zingni kichkina jism deb o'ylaysan, ammo eng buyuk olam senda yashirin. Hazrati Ali. Yashamoq yaralanmoqdir. Yaralanmoq ham go'zal. Jamil Meric. Sendan boshqa kim yoza oladi sening hayotingni? Johid Zarif o'g'li. Hayot insonga berilgan armog'ondir. Ato'al Bahrom o'g'li. Ko'pchilik yaxshiroq sharoitda yashasam, baxtli bo'laman deb o'zini ishontiradi. Boshimga tushgan sinovlar bo'lmaganida yanada baxtiyor, saodatli bo'lardim deb ishonadi. Yoshlik chog'imizda bizni nafassiz qoldirgan qayg'ular bir kun xotiraga aylanishi haqida qulog'imizga pichirlab qo'yilsa edi, yukimiz ancha yengillashgan bo'lardi. Hayot hikoyangiz farzandlaringiz va boshqa yaqinlaringizga aytib beradigan eng shirin esdaliklaringiz bo'ladi. Shuni bilasizmi? Siz boshingizdan o'tkazgan g'am, sevinch, kimning farzandi ekaningiz, ulardan qanday tarbiya olganingiz, yo'qchilikda yashagan davrlaringiz, sizni hech kim tushunmagan onlar, tafakkur qilgan paytlaringiz, eng suyukli do'stlaringiz, ulg'aygan paytingiz bir hadya kabi ro'parangizdan chiqadi. O'z hikoyangizni sevsangiz, bu sizni o'zingiz bo'lishga va o'zingiz bilan murosa qilishga undaydi. O'z hayot hikoyasi bilan kelisha olmaydigan insonlar oldinga qadam tashlay olishmaydi. Bir joyda qotib qolishadi. O'tmish kishan kabi oyoqlaridan chaladi. Shuning uchun o'z hayot hikoyangizga jilmayib qarang. Shunda u ham sizni tinch qo'yadi. Gohida boshqalarning hayot hikoyalarini o'zingiznikidan oson ekani haqida o'ylaysiz. Ba'zi do'stlaringiz tug'ilib o'sgan muhiti, ota-onasi, yashagan joyi, moddiy sharoiti borasida sizdan ustun ekanini haqida fikr qilasiz. Holbuki hech kimnikiga o'xshamagan hikoyamizda o'zimizni topishga urinsak, bizning hayot hikoyamizdan yaxshisi bo'lmaydi. Shunda boshingizga tushgan ko'rgiliklar, sinovli kunlar sizni zanjir bilan hayotga bog'laydi. Haqiqatdan maqsadi bo'lganlar shaxsiy shartlarini bir hikoyaga aylantira oladilar. Shuning uchun boshida o'z hikoyalaringiz bilan jang qilsangiz ham, keyin murosaga kelishning yo'lini qidirishingizni tavsiya etaman. Hammaning hikoyasi biri-biridan farqli. Men boshimdan o'tkazgan narsalarni sen qayerdan bilasan, deyishingiz mumkin. Haqsiz. Boshingizdan nimalar o'tganidan xabardor emasman albatta. Vaqtni ortga qaytarishning imkoni yo'q. Biroq ularning sizga ko'rsatgan salbiy ta'sirini o'zgartirish mumkin. O'tmishda ota-onamizning bizga qilgan munosabati ularning sinovidir. Bizning sinovimiz esa bularni qanday tushunganimiz va izohlaganimizdadir. Deydi Metin Qarabash o'g'li. Ya'ni gohida qanday inson bo'lmaslik kerakligi haqida qaror qabul qilib, hikoyangizning yo'nalishini yaxshi tomonga burib yuborishingiz mumkin. Shunda zamon sizga oila eng katta boyligingiz ekanini eslatadi. O'zingiz ham, oila a'zolaringiz ham xato qiladigan, unutadigan bir yaratiqligini his qilganingizda o'zingizni ham, oilangizni ham to'g'ri qabul qilishingiz osonlashadi. Men tomosha qilgan bir hind filmida oilasi bilan munosabatlari yomon bo'lgan bir qizga psixolog shunday deydi. Ota-onangni ham bir inson sifatida ko'r. Oddiy bir inson. Hammamiz xato qilamiz. Bu jumlani juda ma'noli deb bilaman. Filmda psixolog muolajani o'tmishing buguningni shantaj qilib, kelajagingni barbod qilishiga aslo yo'l qo'yma degan gap bilan tugatadi. Bu ayni paytda o'zi bilan yarashish deganidir. Oynaga qaragan suratni, ko'nglingiz va aqlingizga tushgan narsani shartsiz sevish deganidir. O'zingizni shartsiz, sababsiz sevishni o'rganganingizda boshqalarni ham xuddi shunday sevasiz. O'zingiz bilan bo'lgan jangingiz tugagach, izlanishlaringiz boshlanadi. O'sha on kelganida o'zingizni toping, o'zingizni qidiring, kashf qiling. Kamchiliklaringizni to'ldiring. Ustingizda ishlang, tarbiya oling va sinab ko'rishdan qo'rqmang.
Bu yoshlarda o'zim bilan uzoq safarga chiqqanim yodimda. Boshida eslagan har bir narsam g'am anduhga ish edi. Eslagan sarim jonimni og'rituvchi onlarni boshdan kechirardim. Bir kuni mana shu g'amlarga o'ralashib qolib, hikoyamning baxtli, saodatli, sevinchli, tabassumli onlarini unutganimni his qildim. Ana o'sha sevinchli kunlarimni ko'ra boshlaganimda hikoyam tabassumga to'la boshladi. Bu bosqichga o'tish labirintdan chiqish kabi edi. Siz uchun ham shundaydir. Bolalik zehningizga eng go'zal onlarining rasmini chizib qo'ygan. Charchagan paytingiz ana o'sha mas'um bolalik onlaridan panoh so'rang. Chunki o'z hayot hikoyangizga qanday ko'z bilan nazar solishingiz hayot tarzingizni belgilab beradi. Yo qayg'uga boy so'zlaringiz bo'ladi. Yo sevinch va shukr to'la kalomlaringiz. Yo doim mungli yuzingiz bo'ladi, yo sevinchli ko'zingiz. Bir zarif so'z. Bir hind usta shogirdining hamma narsadan noliyverishdan charchabdi. Bir kuni shogirdini tuz olib kelishga yuboribdi. Hayotidagi hamma narsadan norozi. Shikoyatchi bo'lgan shogirdi qaytib kelgach, usta unga bir hovuch tuzni stakanga solib ichishni buyuribdi. Shogird yoshi ulug' ustasining aytganini qilibdi va suvni ichar-ichmas og'zidagini yerga to'kib tupura boshlabdi. Mazasi qanaqa ekan deb so'ragan ustaga jahli bilan "Nordon, bemaza" deb javob beribdi. Usta qiqirlab kulib shogirdining qo'lidan tutib tashqariga olib chiqibdi. Sal nariroqdagi ko'lning qirg'og'iga olib kelibdi va shogirdiga ko'lga bir hovuch tuz tashlab, keyin ko'l suvidan ichishni buyuribdi. Aytganini qilgan shogird og'zining uchlaridan oqqan suvni qo'li bilan artar ekan, usta yana so'rabdi. "Mazasi qanaqa ekan?" "Juda totli" deb javob berdi shogird. "Tuzning mazasi keldimi?" deb so'rabdi usta. "Yo'q" deb shogird. Shunda usta suv yoqasida o'tirgan shogirdining yoniga cho'kka tushibdi va hayotdagi iztirob tuz kabidir. Na oz, na ko'p. Iztirobning miqdori har doim bir xil. Uning achchiqligi nimaning ichiga solinganiga bog'liq. Iztirob chekayotganingda qilishing kerak bo'lgan yagona narsa iztirob beradigan narsa bilan bog'liq hislaringni kengaytirishdir, debdi. Shuning uchun bundan keyin piyola bo'lishni bas qiling, ko'r bo'lishga urining.